Qoraqalpaqiston Respublikası Türkül tumanına geldik hürmetli obunachilar. Şöyle parodni öküşçeler gelgen ekan. Shularni tushirish maqsadida Sirojbek ukamiz bilan yurtib olganimizdan birsinden chiroyli ekan bular. Narxini 24 milliondan 27 milyon so'mdan aytib turibdilar. Yana kelishadigan joylari bor ekan. Bir dona oladigan bo'lsangizlar ham dastlabga kirib beraman dedilar hurmatli obunachilar. Bir dona oladigan bo'lsangizlar ham. Rossiyadan kelgan ekan bu. Dog'istondan hurmatli obunachilar. Michim olsam bu. Birsinden chiroyli. Yeb turishlar ekan bularni. Niyat qilganlar bormi? Bir dona like'larni bosib qo'yasizlar g'ala. Yeah. Arkalarım var ya. Yelkeler yine.